ichida aybdorlik hissi bo'lsa, muammo bo'lsa, undan achchiq, ya'ni o'ksizga o'xshagan feromon hidlari chiqish boshlaydi. Bunaqa holatda sizni atrofingizdagi farishtalar ham qochib ketadi. Bilasizmi, bir xil atirni ikki xil ayol sevsa ham ikki xil hid chiqaradi. Nimadan bu deb o'ylaysiz? Bu insonni, har bir insonni o'ziga mos feromoni borligida. Ya'ni bu feromon qanaqa chiqadi? Inson agarda aybdorlik hissida bo'lmasa, o'zida nimadirlarni ishlab olgan bo'lsa, psixologiyadan xabari bo'lsa, undan juda ham chiroyli is taraladi, ya'ni feromon cho'tki ishlaydi. Agarda unda ichida aybdorlik hissi bo'lsa, muammo bo'lsa, undan achchiq, ya'ni o'ksizga o'xshagan feromon hidlari chiqish boshlaydi. Aybdorlik hissi, ya'ni men aybdorman, men xato qildim, meni deb bo'ldi degan gaplar, ya'ni buni ichida kibr bor. Ya'ni men qildim, men aybdorman deganda men turibdi-da, mana shu joyda kibr bor. Bunaqa holatda sizni atrofingizdagi farishtalar ham qochib ketadi. Undan ya'ni farishtalar shunaqangi holatda bo'lar ekanki, bu aybdorlik hissi chesnok, как будто piyoz va chesnokni hidi esayotgandek bo'lar ekan. Shuning uchun sizdan farishtalar qochadi. Aybdor insondan farishtalar qochadi. Aybdorlik hissidan xalos bo'lmoqchi bo'lsangiz, albatta ilm kerak, albatta o'zingizni anglashingiz kerak, o'zingizni tushunishingiz kerak, muammolarga yechimni psixologiya orqali yoki qanaqadir ilmlar orqali yechib olsangiz bo'ladi. Inson o'ziga bo'lgan ishonchi, o'ziga bo'lgan qalb xotirjamligi undan chiroyli hid taralishiga xizmat qiladi. Qalb xotirjamligiga erishish uchun menga obuna bo'ling.